Assalomu alaykum Zamin Moto obunachalarim. Bugun mana 9-avgust 2026-yil savdolarimiz davom etmoqda. Ushbu 1 tonnali 180 ga 130 bort razmerli 1800 mega motorli bo'lgan ushbu motorolimiz sotildi. Andijon viloyati Xo'jobod tumaniga sotildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Balon razmerlari 500 ga 12. Oldi o'rindiqlari juda ham keng, bemalol 3 kishi o'tirib ketsa bo'ladigan. LED faralar bilan jihozlangan. Mana bunday baquvvat oldi vilkalarga ega amortizator vilkalar prujinalar bilan jihozlangan. Ushbu modelimiz yon teglar bilan ham jihozlangan bo'lib, zapaska ballonlari bor, zaryadnik, kaska, domkrat, balon ключ qo'yingki hamma kerakli narsalar bilan jihozlangan modelimiz sotildi. 14 million 500 ming so'mga dastavkalar bilan qo'lga ketdi. Va bizda ushbu modelimiz ham sotildi. 1 tonnali bo'lgan ushbu modelimiz 180 bilan jihozlangan ushbu modelimiz 14 million so'mga Namangan viloyati Morin tumaniga sotildi. Dastavkalari bilan 14 million so'mga sotildi. Ajoyib dizaynli egalariga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Kimga mana shunday optim narxlarda skuterlar, motorollerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz aloqaga chiqishlari mumkin. Bu ham sotildimi aka aka? Andijonga sotildi. Ha, bu mana bu bilan birga ketadi. Ushbu modelimiz ham Andijonga sotilibdi. Birovlar shopirimiz ketayotganligi sababli ushbu motorolni ichiga yuklab, chiqarib olib, birovlar ikkitasini birdan qilib yuklab olib ketishargan. Bu ham sotildimi aka? Ha. Qayga? Shu. Ha, hammasi Andijonga sotildimi? Ha. Ushbu modellarimizni hammasi Andijon viloyatiga sotilibdi. Hozir yuklangan holatni ham videoga qo'yib, gap isbot bilan chiqarib videoda sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz. Mana yuklash jarayonlari. Ushbu modelimizni mana yuklab hozir chiqarib, yana mashinaga ham yuklayveramiz. Shu modelimizni ham mana yuklash jarayonlari. Shu modelimiz yangicha tarafi start stoplarigacha bor ekan. Start stoplargacha bor ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Oh! Hay barakalloh bola. Ushbu skuterlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin 5 million so'mdan skidka narxida nechta akkumulyatori bunda? 5 tadan. 5 ta 60 ga 20 akkumulyatorlar bilan jihozlangan 5 million so'mdan aksiya narxida chiqaryapmiz aka mana. Ko'rib kelsangiz yo'llar beraman. Agar Zamin Moto obunachilaridanmiz deb kelishsa, yana ham arzon qilib beraverar ekan. Faqat o'sha klientlar xursand bo'lsa bo'ldi ekan. Kimga mana shunday hozircha kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.